Bosh miya o'sma kasalliklarini vaksina yordamida davolasa bo'ladi. Bosh miya o'smasiga qarshi odam immunitetining o'zi kurasha oladi. Bosh miya o'smalarini davolashning asosan 3 ta turi mavjud. Bu an'anaviy, ya'ni hozirgi kunda eng aktual bo'lgan davolash uslubi, ya'ni xirurgik yo'l bilan bosh miya o'smasini olib tashlab, undan keyin ximiya yoki nur terapiya qo'llashdan iborat. Ikkinchisi esa target terapiya deb ataladi va uchinchisi immunoterapiya. Bu oxirgi ikkitasi hozirgi kunda jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan davolash uslublari hisoblanadi. Xo'sh, keling qisqacha to'xtalib o'tamiz. Target terapiya deb bunda o'smaga ma'lum bir ximik moddalarni yuborish yoki antitel tanalarini yuborish tushuniladi. Bunda ma'lum bir o'smani o'stiruvchi tomir yoki boshqa bir retseptorlar bloklanadi. Shu bilan bir qatorda o'smaning o'sishi ham sekinlashadi. Immunoterapiya esa bu kelajak davolash uslubi bo'lib, bunda hozirgi kunda oddiy vaksinalar bilan qanchalik ko'p kasalliklar to'xtatilib qolayotgan bo'lsa, ma'lum bir yildan keyin, taxminan bir 15-20 yildan keyin bosh miya o'smalari operatsiya qilinmay qo'yadi. Ya'ni oddiy vaksina orqali davolash boshlanadi. Bu qanday bo'ladi? Ya'ni odamning immuniteti o'zi o'sib kelayotgan o'sma yoki rakka qarshi kurasha oladigan bo'ladi. Buning qisqacha mazmuni shundan iborat.